Lekin nimaga meni ko'zim yaxshi ko'rmaydi yoki nimaga meni ko'zim xira ko'radi yoki постоянно ko'rganimda ko'zimda og'riq bo'ladi, charchoq bo'ladi. Dilfuza opa, mana ko'pchilik eshitaman-da, ko'chada yurganda ko'zim yaxshi ko'rmayapti deydi, lekin oftalmologga borsa yaxshi chiqadi, zreniyasi normada chiqadi, lekin ko'zim yaxshi ko'rmayapti deb o'ylaydimi? Men o'ylayman, qanaqadir ruhiyatida qanaqadir muammosi bormi deb o'ylayman. Shunaqa bo'lishi mumkinmi? Yo'q, ruhiyatdan oldin tekshirib olish kerak. Ko'z bu kamera. Tashqaridan ko'rayotgan ma'lumotlaringizni ko'radi va ko'ruv yo'llari orqali miyaga, ko'ruv markaziga yetkazib boriladi va u yerda u ishlanadi. Nimaligini осознавать qilinadi. Bunaqa kasallikda birinchi o'rinda biz agar ko'z doktoriga borgan bo'lsa, hech qanaqa muammo yo'q, zreniyalari hammasi joyida, qon tomirlarida muammo bo'lmagan bo'lsa, biz ZVP apparatini tavsiya qilamiz. Ya'ni bunda ZVPda ko'rgan ma'lumotingizni yetkazib borish tezligi, ya'ni deminizatsiya jarayoni bormi, yo'qmi? Nerv impulsini miyaga qanaqa darajada tezlikda yetkazib boryapti? Sekin yetkazib boryaptimi yoki normadami? Biz ZVPda shuni aniqlaymiz. Sizda shunaqa holatlar bo'lganmi, sizni bemorlaringiz bilan? Juda ham ko'p bo'ladi. Masalan, bemorlar kelishadi, ko'z doktoriga bordim, MRT qildim, hech qanaqa o'zgarish yo'q, hammasi toza chiqyapti. Lekin nimaga meni ko'zim yaxshi ko'rmaydi yoki nimaga meni ko'zim xira ko'radi yoki постоянно ko'rganimda ko'zimda og'riq bo'ladi, charchoq bo'ladi. Sababi, hop rejim qildim, televizor ko'rmayapman, kompyuter o'ynamayapman, telefon ko'rmayapman deydi, lekin bu holat o'tib ketmayapti-ku deb aytishadi. Hamma tekshirishlardan o'tgandan keyin, chunki nerv darajasida tekshirmaydi-da. Misol uchun MRT ko'rib beradi, miyani organik o'zgarishlar bormi yo'qmi, ya'ni o'sma bormi, qon quyilish bormi o'tda yoki qanaqadir o'zgarishlar yoki deminizatsiya o'choqlari уже ko'paygandan keyin ko'rib beradi. Erta jarayonlarni, shu nervlarni o'tkazuvchanligi buzilayotgani erta jarayonini bu ZVP ko'rib beradi. Biz bunda shaxmatni katakla ko'rsatamiz va uni har xil kalibrdagini ko'rsatamiz. Bemor o'shanga qarab o'tiradi. Bu hech qanaqa og'riqsiz, hech qanaqa qiyin bo'lmagan protsedura hisoblanadi. Biz o'sha har bitta shaxmatni katakka bemorni ko'rish darajasini yozib boramiz va uni o'tkazuvchaligini kompyuter o'zi hisoblab beradi. Biz o'shanga qarab sizda o'tkazuvchalik sekinlashgan yoki sizda o'tkazuvchalik norma deb ayta olamiz. Keyin lecheniya ham qilasiz? Albatta, biz keyin uni lecheniya ham qilamiz.